Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aviasurxon mijozlari mana kommentariyalarini bermoqchi. Assalomu alaykum hammaga. Mana bizlar eson-omon granisalarga borib keldik. Yaxshi olib borib kelyapti shofyorlar ham, hammasi zo'r ekan. Ozgina qoldi, nasib bo'lsa mana Samara aeroportiga yetib boramiz eson-omon. Kechirga uchib borib, uyga qaytishim nasib bo'ldi menga. Qaysi shaharga keldingiz? Hozir biz bilmayman qayerligini. Samaraga keldingiz. Samaraga. Kirdi chiqdi bo'lsa bo'ldi debsiz shekilli. Kirdi chiqdiga Samaraga keldik. Bu aviakassachilarda o'zining ishini o'ta zo'r bilganini isbotlaydi. O'zi bilmaydi bu ukamiz qayerga kelganini, lekin kirdi chiqdi degan mana jo'natgan. Bilet kimdan olgan, shuni bilasizmi? Aviasurxon, maşallah. Shoshilik uchun bemalol kelamiz, ketamiz. 24 soat aeroportda ishlaymiz. Samarqand aeroportida, Piter, Moskva, любой yerdan kelaverasizlar. Kirdi chiqdiga ishonarli. Aviasurxon birinchi o'rinda, любой moment. Samarani yaxshi olishdi aeroportda. 70-75. O'zim Surxondaryolik. Kelaverasizlar. Angordanman. Shu yerda ishlaymiz, shu yerda tirikchilik, shopirmiz. Kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Bilet olasizlar, 24 soat ichiga kelasizlar. 24 soat ichiga, qarochi ketasizlar. 24 soat ichida kelib ketasizlar. Любой mahal kelaveringlar. Samarqand aeroportida kutib olamiz. Samarqand aeroportidan olib, granitsaga olib borib, olib kelib, yana aeroportdan dalshi uchib ketasizlar. Xudoy apparatdan bilet olasizlar. Spokойно, ishonarli kelaveringlar. Biz chetdamiz. Xizmatda. Xullas, vatandoshlar, sizlar faqat mana shu o'zingizlarni mana bizmiz deyishinglar kerak. Xolos, bunday o'tirib borib kelaversanglar bo'ldi. Qolgan ishlarni mana opitni voditellar hammasini bitiradi inshaalloh. Migratsiyonkalaringizni ham yozib berdik-da. Yozib berishdi. Faqat qo'l qo'yish qoldi. Osh pishirib og'ziga solib qo'ydik-da. Shunaqa. Kelarasizlar.